Bitta maxsus topshiriq bor. Nima ekan? Eshitaman. Hozir. Keling. Keldim. Qozim. Avvallari boyman deb kibrli bo'lganman. Qo'lim hamma joyga yetadi deb o'ylardim. Ha. Tiz cho'tilmaguncha qo'ymasdim. Nazogatxona aqlingizni kiritib ketdi-da. Ataylab ana xotinchingiz meni bolama chiqishtirmasdan xorijga jo'natib olyaptimi? Aka, tug'ilgan kunim 1 yilda 1 marta bo'ladi. Shuni ham eslaridan chiqarishibdi. Bo'pti, xafa bo'lma. Bizani hech kimga keragimiz yo'q. Hayotingizni butkul o'zgartirish uchun qulay imkoniyatni kutyapsizmi? Haqiqat shundaki, Georgiy Soros va Jim Simons kabi afsonalar o'z imperiyalarini aynan trading orqali qurishgan. Ammo ko'pchilik pul yo'qotishdan qo'rqqani uchun boshlay olmaydi. Endi xavotirga o'rin yo'q. Inqilobiy xalqaro trading platformasi ishga tushdi va u oylik zararni himoyalash tizimi bilan barcha xavflarni yo'q qiladi. Ha, agar siz biror bir zararga uchrasangiz, platforma oy oxirida uni sizga to'liq qaytarib beradi. Bundan tashqari, siz har kunlik aniq trading signallari uchun rasmiy Telegram kanaliga bepul kirish imkoniga ega bo'lasiz. Shunchaki signallarni nusxalang, savdo qiling va yuting. Yana bir gap, ular $1 million omadli o'yin o'tkazishmoqda. Unda 1000 ta foydalanuvchi $1000 dan naqd pul yutib oladi. Pullarni lahzada yechib olish mumkin. Kutishni bas qiling. Ekrandagi veb-saytni ko'ryapsizmi? Uni Google'dan qidiring, sahifani oching va platforma havolasini yuklab oling. Barcha tafsilotlar va Telegram havolalari quyidagi tavsifda, deskripsion va yopishqoq izohda, pinned comment mavjud. Bugun o'z yo'lingizni boshlang.
o'zlashtirgan pullari bo'yicha nimalarni bilasiz? Hammasini bilaman. Bu ayol avval hisobchi bo'lib ishlagan. Keyin rahbarning ishonchiga kirib, bosh hisobchi bo'lib oldi. Hech qanaqa ma'lumoti bo'lmasa ham hisob-kitob yurgizib, maoshlardan urib qola boshladi. O'ziga alohida hisob ochib, rahbarning pulini o'zlashtirgan. O'ziga yoqmagan, xalaqtigan odamlarni birma-bir ishdan haydattirdi. Meni ham va bosh hisobchi Tamara opani ham. Dalil isbotlar bormi? Bor. Feruza Shodiyeva ishlar chatoq-ku. Shu ishlarni qilganingizni tan olasizmi? Aslo. Hammasi tuhmat. Ishonmasangiz, kompaniyaga borib surishtiruv o'tkazing. Hamma biladi. Hamma dalillar sizga qarshi-ku. Siz mendan boshqa hammaga ishonarkansiz? Yolg'on hammasi. Pullarga keladigan bo'lsak, meni qonuniy erim o'z qo'llari bilan menga bergan. Biz kelishuv asosida turmush qurganmiz. Sodiq Turg'unovich, siz o'ylaganchalik ahmoq odam emas. Shuncha pulni berib qo'yadigan. Hammasi qonuniy. Sodiq Turg'unovich qo'l qo'yganlar. Guvohlarim ham bor. Kasalxonaga borganman. Video ham bor. Qo'l qo'yilgan. O'sha guvohlarni topib gaplashamiz unda. Marhamat. Advokatim hammasini topib beradi. Bu safar suddan quruq chiqa olmaysan. Mayli. Bir gap bo'lar. Ko'ramiz. Bo'pti, gaplashamiz. Voy. Voy. Uzr, Nodira Halilovna. Oy, hech qisi. Hayotingizni butkul o'zgartirish uchun qulay imkoniyatni kutyapsizmi? Haqiqat shundaki, Georgiy Soros va Jim Simons kabi afsonalar o'z imperiyalarini aynan trading orqali qurishgan. Ammo ko'pchilik pul yo'qotishdan qo'rqqani uchun boshlay olmaydi. Endi xavotirga o'rin yo'q. Inqilobiy xalqaro trading platformasi ishga tushdi va u oylik zararni himoyalash tizimi bilan barcha xavflarni yo'q qiladi. Ha, agar siz biror bir zararga uchrasangiz, platforma oy oxirida uni sizga to'liq qaytarib beradi. Bundan tashqari, siz har kunlik aniq trading signallari uchun rasmiy Telegram kanaliga bepul kirish imkoniga ega bo'lasiz. Shunchaki signallarni nusxalang, savdo qiling va yuting. Yana bir gap, ular $1 million omadli o'yin o'tkazishmoqda. Unda 1000 ta foydalanuvchi $1000 dan naqd pul yutib oladi. Pullarni lahzada yechib olish mumkin. Kutishni bas qiling. Ekrandagi veb-saytni ko'ryapsizmi? Uni Google'dan qidiring, sahifani oching va platforma havolasini yuklab oling. Barcha tafsilotlar va Telegram havolalari quyidagi tavsifda, deskripsion va yopishqoq izohda, pinned comment mavjud. Bugun o'z yo'lingizni boshlang. Yo'q. Sizni artib qo'ygan joyingizdan o'tish noqulay bo'lyapti. Men qurishini kutib turaman, xo'p? Yo'q, o'tavring. Men boshqatdan artib olaman. Baribir mehnatingiz odam g'alati bo'lar ekan. O'tavering. Artib olaman deyapman-ku. Mayli, uzr. Voy. Uzr kechiring. Atilabdan qilmadim. Uzr kechiring. Voy. 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 Nodira Halilovna, men atilab qilganim yo'q. Oyog'im tiyib ketdi, men ko'rmadim. Kechiring meni. Hech qisi yo'q. Artib olaman.
Zulfiyaxon. Qaytar dunyo deydilar. Men ham sizni chelagingizni ataylab tepib o'tib ketgandim. O'shanda men ham oyog'im tegib ketdi degandim. Esizdami? Yo'q, men ataylabdan qilganim yo'q. Bering. Yo'q. Menga o'zim Yo'q, o'zim artaman. Bering. Yo'q, o'zim artaman deyapman-ku. Voy, bering, men o'zim artaman. Qo'ying, Zulfiyaxon, hijolat qilmang. Men o'zim Bu meni vazifammi? Qo'ying. Bering, Nima bo'lyapti? Odamni hijolat qilmang, iltimos. Kepari, yaxshimisan? Nimaga shu bilan talashyapsizlar? Oyog'im tegib ketdi chelakka. Suvni to'kib yubordim. Ozgina suv ekan, artib olsam yo'q deyaptilar. Qiyin emas-ku? Opa. Hamma o'z ishini qilgani yaxshi, to'g'rimi? Tekshiruvchi kelib qolsa, bosh hamshira nima qilib shu obra ko'tarib yuribdi deydi. Hech narsa qilmaydi. Ozgina suv ekan, artib olaman. Yo'q. Aytdim-ku, hamma o'z ishini qilsin deb. To'g'rimi, Nodir opa? Qiyin emas-ku tozalash. Bizni ishimiz ko'p edi, uzr. Pari, nega unaqa qilasan? O'zi vijdonim qiynalib turgandi. Vijdoningiz qiynalmasin bo'ptimi? Noqulay bo'ldi-da. Hamma qilganiga yarasha oladi deyshadi. To'g'rimi? G'alati de, baribir. Tavba. Ha, Nosirboy. Ha, keling boy. Nosirboy. Bu joylariga boshqa qaytmasam kerak deb o'yladim. Nasibangiz bor ekan-da boy. Bu joylar nimalarni ko'rmadi. Nimalarga guvoh bo'lmadi. Bu davollari nimalarni eshitmadi deysiz? Bu joylar mana shu devorlar hammasi nazokatxona yolg'onlariga guvoh bo'lgan. Xuddi shunday. Bo'pti, mayli, o'ylamang. Muhimi, ishxonadagi sefni ichida nimalar borligini ko'rsatib qo'ymaganmisiz ish qilib? Yo'q. Yaxshiyam shu ish qilmagan ekanman. O'zi ichida nima bor, boy? Aytmayman. Hali mendan ham sir tutyapsizmi? Sen ham kerak bo'lsa, sir tutaman bundan keyin. Xo'p, mayli. Aytmasangiz aytmang. Menga baribir. Nima bo'lardi? Sefda. Kompaniyaning hujjatlari bor, pechatlari bor. Ha, endi bo'lsa bordir. Bilasizmi, Nosirboy, bu pul degan narsani o'zi tili bo'lmas ekan. Kimniki ekanligini, qayerda ekanligini aytadigan. Sal qoldi-ya. Hamma narsamdan ayrilishimga. Vahima qilmang boy. Bu pullar sizga nima bo'pti? Bunaqa pullardan qanchasi bor bu yerda? Balosiz Nosirboy. Hamma narsani bilasiz, ha? Endi hammasi ko'z o'ngimda bo'ldi-yu. Mayli. Yuring. Xonaga kiraylik. Voy tavba. Bir paytlar bu xotin hammani zir titratgan. Bir tomondan rahmim ham kelyapti. Rahmingiz kelmasin. Shu kunlarni ham ko'raman deb hech ham o'ylamagandim. Bir kun kelib qilganlariga javob beradi deb o'ylamagandim. Esizdami? Qanaqa dimog'i baland yurardi. Bizni odam o'rnida ko'rmasdi bu xotin. Bilaman. Ayniqsa meni o'g'rivachchadan olib o'g'rivachchaga solganda. Shu xotinni ko'rsam haligacha yuragim o'ynaydi. Tavba. Mana ko'rdingizmi, opa? Alloh haddidan oshganlarni pastga tushirib qo'yar ekan. Hali o'lmasam, men ham qaynonamni ko'rarman. Qaynonangga nima qilibdi? Hozircha hech narsa qilmagan, yuribdi.
rus kelinini jonini kirgizib har kuni uyida to'polon bo'lar ekan. Qo'shnisi menga telefon qilib hamma narsani aytib turadi. Tish qulay eshitadi-da. Opa, Sodiqboy mana nima bo'ldi? Xonavayron bo'lishiga sal qoldi-yu. Yomon odam jazosini bu dunyoda ham, u dunyoda ham olar ekan. Men shunga iqror bo'ldim. Voy o'lsin, opa, 3-palatadagi kapelnitsam tugagandi. Esimdan chiqdi. Voy. To'g'ri. Inson yomonligi uchun u dunyoda ham, bu dunyoda ham o'zini jazosini oladi. Keling, marhamat, o'tiring. Senga nima bor? Bilmadim. Chaqirishdi. Kim chaqirdi? Ana, tergovchini shaxsan o'zlari. Hayotingizni butkul o'zgartirish uchun qulay imkoniyatni kutyapsizmi? Haqiqat shundaki, Georgiy Soros va Jim Simons kabi afsonalar o'z imperiyalarini aynan trading orqali qurishgan. Ammo ko'pchilik pul yo'qotishdan qo'rqqani uchun boshlay olmaydi. Endi xavotirga o'rin yo'q. Inqilobiy xalqaro trading platformasi ishga tushdi va u oylik zararni himoyalash tizimi bilan barcha xavflarni yo'q qiladi. Ha, agar siz biror bir zararga uchrasangiz, platforma oy oxirida uni sizga to'liq qaytarib beradi. Bundan tashqari, siz har kunlik aniq trading signallari uchun rasmiy Telegram kanaliga bepul kirish imkoniga ega bo'lasiz. Shunchaki signallarni nusxalang, savdo qiling va yuting. Yana bir gap, ular $1 million omadli o'yin o'tkazishmoqda. Unda 1000 ta foydalanuvchi $1000 dan naqd pul yutib oladi. Pullarni lahzada yechib olish mumkin. Kutishni bas qiling. Ekrandagi veb-saytni ko'ryapsizmi? Uni Google'dan qidiring, sahifani oching va platforma havolasini yuklab oling. Barcha tafsilotlar va Telegram havolalari quyidagi tavsifda, deskripsion va yopishqoq izohda, pinned comment mavjud. Bugun o'z yo'lingizni boshlang. Feruza Shodiyeva, bu yerda savolni men beraman. Familiya Smith. Jahongir To'rayev. Shu kompaniyada bosh menejer bo'lib ishlayman. Siz bergan arizada Feruza Shodiyeva qasddan Sodiq Turg'unovichning joyiga modda qo'shib bergan deyilgan. Buni oqibatidan onkologik kasallik kelib chiqqan. Shunaqami? Ha, xuddi shunday. Siz buni qayerdan bilgansiz? Laboratoriyada tekshirganman. Laboratoriya xulosasi bormi? Ha, mana. Ko'p chiqishingiz mumkin. Feruza Shodiyeva, sir bo'lmasa siz o'sha moddani qayerdan olgansiz? Men hech nima qo'shmaganman. Oddiy choy damlab berganman. Bu odam spidga chalingan. Uni har bitta organida kasallik bor. Onkologiya mendan oldin boshlanib bo'lgan. Tushunarli. Har doimgidek hammasini rad etyapsiz. Albatta, qilmaganimdan keyin qilmadim deyman. Toppa. Nodir opa, Ha? bugunga yetar. Hozir tugataman. Lekin hali xonalarni ham bir sidra artib chiqishim kerak. O'zingizni ko'p ham urintirmang. Yo'q, nimaga unaqa deysiz? Endi bu yerda rahbar bo'lib ishlagansiz. Men mana shunaqa qilib kibrni sindirmasam bo'lmaydi.
To'g'ri-ki, lekin endi Kech demoqchimisiz? yo'q, kechmas. Shu holga nafs tufayli tushdimmi? Endi o'zimni yengishim kerak. Sizga qoyil qolaman, opa. Ochig'i, o'zim ham o'zimga qoyil qolyapman. Agar yordam kerak bo'lsa, ayting. Men sizni bir yo'lini topib bo'lsa ham boshqa ishga olaman. Hech bo'lmaganda resepsiyonda turasiz. Bunaqa shvabra ko'tarib yurmang deyapman. Hammasi joyida. Mendan xavotir olmang. Hop. Yana nima ishlardan xabaringiz bor? Opani bu ishlarni sezib qolganimdan keyin meni kompaniyadan ketqizaman deb rosa qo'rqitgan. Ochiqchasigami? Ha? Ularga kim qarshi chiqsa, bir kunda masalasini hal qilardilar. Opa, nima bo'ldi? Bu yigitga tishingiz o'tmadimi? Men bunaqa it baliqlarga kuchimni sarflamayman. Oho. Opani o'zlariga baholari baland-ku, ha? Yana nimalarni bilasiz? Sodiq Turg'unovichga kelsak, yo'llarga hech kim yaqinlashtirmasdilar. Yana nimalarga qo'l qo'ydirib olgan xabarim yo'q. Agar tugatsak qarshimasmisalar, mazam bo'lmayapti. Hozir yordamchilarni chaqiramiz. Siz men bilan yuring. Suv beringlar. Hammani boshlab keladi, hammani. Xo'sh. Tan oldimi? Har doimgidek. Tan olmasa ham qamaladi. Foyda berarmikan? U pinagini bizmasdan o'tiribdi-ku. Ha, bu shunaqangi ayyorki, aferist. Bunaqalar ichidan nima o'tayotganini sezdirmaydi. Men o'zi hayron qoldim. Yanglishgan bo'lsam-chi deb ikkilanib qoldim. Judayam pixini yorgan. Mana pixini yorgan deb shunaqalarni aytadi. Men bu ayolni boshidayoq bilgandim shunaqaligini. Ha, aka. Siz odam ajratish bilasiz. Tergovchi nima dedi? Kusturinglar dedi. Bir ikkita qo'l qo'yadigan joylari bor ekan. Mayli. Nima kerak bo'lsa shuni qilamiz. Tushunmadim. Qayoqqa olib ketishyapti? Boy opani mazasi bo'lmayotganga o'xshaydi. Demak, artistlik qilyapti. Ha, shunday. Mayli, qo'ying. Bizni ko'rsa, unga stress bo'ladi. Pari, yaxshiyam borsan. Seni shu yerda ruhan sinib qolganlarga ibrat qilib ko'rsataman. Tirik ibrat deng, opa. Hamma seni ko'rib hayron qoladi. Qalbida ishonch, umid uyg'onadi. Demak, yaxshilikka xizmat qilyapman ekan. Bekorga oying ismingni Pari deb qo'ymagan ekanlar. Pari, bir vaqting bo'lganda 16-palatadagi qiz bilan gaplash. Unga motivatsiya etishmayapti. Alamzada bo'lib qolgan. Xo'p, opa, xo'p. Opa, bugun sizdan ruxsat so'ramoqchi edim. Nimaga? Bugun o'g'lim bilan erim Moskvaga ketyapti. Ularni kuzataman. O'g'lim uchuvchilar institutiga o'qishga kirmoqchi. Dadasi bilan birga ketyapti.
Agar xudo xolasa Azik imtihondan o'tsa, xo'jayinim joylashtirib, ularni keyin o'zlari qaytadilar. Faqat bir ikkita masalalar qolgan xolos. Zo'r. Ilohim o'qishga kirsin. Ilohim meni ham o'g'illarimga shunaqa o'qishlarga kirish nasib qilsin. Pari, mayli bora qol, lekin ertaga vaqtli kelish esingdan chiqmasin. Xo'p, opa. Xo'p, opajon, ko'rishamiz. Nimani tomosha qilyapsiz? Uni qarang, opa. Ha, qizlar? Ha, Qiladigan ishinglar yo'qmi? Nodir opani tomosha qilishdan boshqa? opani qo'lidan olib o'zim artgim kelyapti. Rahmim kelyapti, to'g'risi. E'tibor bermang. Ishlar o'zlariga yoqayapti. Siz borib dorilaringizni taxlang. Xo'p. Sizchi? Men lekin mazza qilyapman tomosha qilib. Zo'r qaqshagan kunlarimiz esimga tushdi. Eskiginalarni saqlamasdan ishingizni qiling. Boring, yordamlashing. Xo'p bo'ladi. Chaqirtirganmidingiz Sodiq Turg'unovich? Keldingmi? Qayerda yuribsan? Ichki ishlarga Hayotingizni butkul o'zgartirish uchun qulay imkoniyatni kutyapsizmi? Haqiqat shundaki, George Soros va Jim Simmons kabi afsonalar o'z imperiyalarini aynan trading orqali qurishgan. Ammo ko'pchilik pul yo'qotishdan qo'rqqani uchun boshlay olmaydi. Endi xavotirga o'rin yo'q. Inqilobiy xalqaro trading platformasi ishga tushdi va u oylik zararni himoyalash tizimi bilan barcha xavflarni yo'q qiladi. Ha, agar siz biror bir zararga uchrasangiz, platforma oy oxirida uni sizga to'liq qaytarib beradi. Bundan tashqari, siz har kunlik aniq trading signallari uchun rasmiy Telegram kanaliga bepul kirish imkoniga ega bo'lasiz. Shunchaki signallarni nusxalang, savdo qiling va yuting. Yana bir gap, ular $1 million omadli o'yin o'tkazishmoqda. Unda 1000 ta foydalanuvchi $1000 naqd pul yutib oladi. Pullarni lahzada yechib olish mumkin. Kutishni bas qiling. Ekrandagi veb-saytni ko'ryapsizmi? Uni Google'dan qidiring, sahifani oching va platforma havolasini yuklab oling. Barcha tafsilotlar va Telegram havolalari quyidagi tavsifda, deskripsion va yopishqoq izohda, pinned comment mavjud. Bugun o'z yo'lingizni boshlang. borib keldim. Nazokat Badirovna sizga salom yo'lladi. Hazillashma. Hali yo'q qilyaptimi? Ha, davom etyapti. Menimcha, bugun qamoqxonaga boradi. Sud qachon bo'ldi aka? Bilmadim, hali jarayonda. Men qara. Pullarim qaytarganmi? Qaytadi. Xavotir olmang. Mashina bilan uychi? Bunisidan xabarim yo'q. Men unga ozmuncha berganmanmi brilliantlarni? Ha, boy. Endi tillalarni qaytarib olmang. Qo'ying. Bularni har biri qancha turishini bilasizmi o'zi? Bilmadim. Chunki meni xotinim hech qachon brilliant olib bering demagan. Olib berishga pulim ham bo'lmagan. Bechora brilliant taqaman ham demagan ekan. Chunki ular haqiqiy ayol. Bildingizmi? Mana bunga o'xshaganlar esa bozor ko'rgan ayollar. Sodiq Turg'unovich, agar menga boshqa topshirig'ingiz bo'lmasa, sotuv ofisiga borib kelsam. Mayli bor. Ha, Manzurani uyini aniqladingmi? Ha, aniqladim. Xo'sh, Yashash manzilini sizga yuboraman. Bo'pti, bor. Mayli. Birga borib kelamizmi kechki payt?
Ko'ramiz. Nodira Xalilovna, assalomu alaykum. Jo'rabek Jo'raqulovich, va alaykum assalom. Ishga qaytdingizmi? Ha? Ish qidirib boshqa joylarga borib yurgim kelmadi. Har qalay o'rgangan joyim. Mana shu yerga keldim. Matlubaxonga rahmat. Bag'rlariga bosib kutib oldilar. Yaxshi qilibsiz. Men qilsa ham shu yerga ozmuncha mehnat sindimi? Albatta. Yillar davomida sog'liq saqlash tizimiga mehnat sindi. Shifokor bo'lib ishlay olmasam-da, loaqal sevimli va qadrdon shifoxonamni changini tozalab yuribman. Qaytib yaxshi qilibsiz. Sizni ko'rib xursand bo'ldim. Tinchlik. Bizni yo'qlab qopsiz. Odatda yordamchilaringiz kelishardi. Ha, bugun buyruqni yetkazishga keldim. Ish qilib yaxshi buyruqmi? Yaxshi, albatta. Assalomu alaykum, Jo'rabek Jo'raqulovich. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ishlar qanday ketyapti? Yaxshi, rahmat. Men buyruqni yetkazgani keldim. Xodimlarni to'plasangiz. Buyruqni yetkazishim kerak. Bo'ladi, hozir. Mayli. Xo'p, salomat bo'ling. Opa, Na? anu Jo'raqulov degani bor-ku vazirlik. Ha. O'sha kepti. Nima keldi ekan, ha? Men qayerdan bilaman? Menga qarang. Balkim Pari ukol qo'yayotganda kimdir chaqib bergandir. Parini ishdan haydasa-ya. Tavba deng. O'zi shulardan kimdir kelsa, yo kimdir ishdan ketadi, yo bir balo bo'ladi. Boya Nodira Xalilovna bilan ham gaplashib turdi. O'sha aytib berganmikin? Biz-ku mayli. Matlubani ishdan olmasin. Keyin nima qilamiz agar ishdan haydasa? Bilmasam. Qizlar. Ha, vazirlikdan kelishdi. Buyruq bor ekan. Hammani yig'ing. Xo'p. Ana, Tushunarli. Ketdim. nima bo'lsa peshanadan ko'ramiz endi. Tinchlik bo'lsin-da. O'zi tergov tugadimi? Mazam bo'lmayapti. Ha, nima? Sanchasga olib ketishmadimi? Men shunchaki dam olishim kerak. Nima balo? Kasalmanmisan? Yo'q, miyam dam olishi kerak. Charchadim, toliqdim. Bir pas dam olmasam bo'lmaydi. Kimdir kelib qolsa, mazasi yo'q deng, xo'p? Uxlayman. Men senga xizmatkoringman, ammo buyruq berasan. Keyin bu senga kurortmas dam oladigan. Shodiva, tashqariga. Yanami? Ha. Kofe yo'qmi? Yo'q. Qolgan hamshiralarni hammasi band. Bemorlarga qarashyapti. Hammaga salomlar. Bugun men muhim topshiriq bilan keldim. Sizlarga xushxabar yetkazmoqchiman. Yangi boshliq kelar ekanmi? Ha, yangi rahbar tayinladik. Kim ekan? Biz vazirlik xodimlari bilan ko'p o'ylandik. Chunki ayollar jamoasi ustiga ustak bir
opa singildek bo'lib ketgansizlar hammanglar bir-biringlar bilan. Bemorlarni dori qolib, shirin so'z bilan davolab qo'yapsizlar. Sizlardan davolanib ketganlar hammasi minnatdor. Shunga ko'p o'ylanib bir qarorga keldik va buyruq chiqardik. Bir ovozdan Matluba Jo'rayevnani bosh shifokor qilib tayyorladik. Voy, Tabriklaymiz. biz bilgandik, biz kutgandik. Tabriklaymiz. Rahmat. Voy, bu bir necha yillik mehnatlarining natijasi. Rahmat. Aslida men rahbar bo'lish uchun ishlamaganman. Odamlarni davolash, ularga yordam berish uchun ishlardim. Shundoq ham siz bosh shifokor ishini qilayotgandingiz. Bosh shifokor qilib tayyorladik. Vazirlikdagilarga bizni rahmatimiz ayting. Albatta. Biz juda xursand bo'ldik. Rahmat. Qo'ying, Albatta. juda ham xursandmiz. Matluba xola, Nodir opa, Tabriklayman. tabriklaymiz. Nasib qilsin. Tabriklayman. Voy, Matluba xon, tabriklayman. Martabangiz ulug' bo'lsin. Tabriklaymiz. rahmat. Juda xursand bo'ldik. Bularni xursand bo'lishi. Sen ishdan ketganingda ham shunaqa xursand bo'lishgan bo'lsa kerak. Odamlar kimni qanday ishlashini yaxshi bilishadi. Mana ular bayram qilishyapti. Matluba hammani yengib chiqdi. O'zini mehri bilan odamlarni qalbiga yo'l topdi. Lekin sen nafsingni deb o'z oyog'ingga o'zing bolta urding. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाई वो रूस से तेल खरीद सकता है और अपने लोगों को पेट्रोल और डीजल 25 रुपए लीटर कम दे सकता है, तो मैं क्यों ना दूं? अगर मुझे सुने नौजवानों, ये जरूरी है सुनना। देखें, अब आप समझ जाए, आजाद फॉरेन पॉलिसी है हिंदुस्तान की। उनका मुल्क सारे फैसले करता है अपने लोगों की बेहतरी के लिए। हमारे यहाँ जो गुलाम बैठे हुए थे, फैसले करते हैं दूसरे मुल्क के लिए, अपने लोगों को कुर्बान करते हैं। हम दूसरों की जंगों में शामिल होके अपने मुल्क की तबाही करते हैं। सबसे ज्यादा जो लोग बात नहीं करते, अमेरिका की जंग में जो कबायली इलाके के लोगों से जो जुल्म हुआ, जिस तरह सारा कबायली इलाका उजड़ा, 400 ड्रोन अटैक हुए, औरतें बच्चे मारे गए, उनकी जंग की वजह से 35 लाख कबायली इलाके के लोग नकल मकानी कर गए। कौन जिम्मेदार है? सिर्फ इसलिए कि यहां थोड़े साहिब इक़्तिदार बैठे हुए थे, जिनको थोड़े डॉलर मिलने थे, जिन्होंने थोड़े से डॉलरों के लिए अपने मुल्क को वो नुकसान पहुंचाया जो अभी भी कबायली इलाका नहीं उस नुकसान से बचा। दूसरी चीज, मैं हमेशा कहता था कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका गया है, इसका कोई मिलिट्री हल नहीं है, डायलॉग से मसला हल होगा। और यह पसंद नहीं था उनको। और आखिर में मैंने जब वो अमेरिका वहां से गया तो उनके भी लोगों ने कहा कि जो मैं कहता था ठीक, लेकिन उनको पसंद नहीं है। उनको आदत पड़ी हुई थी शहबाज शरीफ जैसे गुलामों की और नवाज शरीफ जो
सदर ओबामा के सामने पर्ची पढ़ के थैंक यू कहता था। अच्छा सुने अब ये बड़ा जरूरी है आपने सुनना, क्योंकि मैंने आज आपको खास आगाज कर रहा हूं अपनी हकीकी आजादी की तहरीक, और मैं सबको तैयार कर रहा हूं। तो सुनने आपने मेरी बात कि पहले तो हटाया क्यों, फिर इनको तकलीफ क्या हुई बाहर वाले मुल्कों को। पहली दफा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर OIC की मीटिंग में जाता है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जाता है, और क्या कहता है? कहता है कि मुसलमानों को बड़ी तकलीफ होती है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। आजादी राय की आड़ लेके सारे फोरम के ऊपर पहली दफा, बल्कि पाकिस्तान के लीडर ही नहीं, दुनिया में भी किसी मुसलमान लीडर ने ये बात नहीं की। और उसकी वजह से मुझे सबसे बड़ा फख्र ये है कि पहली दफा 2 मगरबी लीडर्स, रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और कनाडा का जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर, दोनों ने स्टेटमेंट दी कि आप आजादी राय की आड़ लेके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। ये कभी पहले नहीं हुआ। और 15 मार्च, जो मुझे सबसे ज्यादा फख्र है, आप अगर मेरे से पूछे ना कि 3.5 साल में किस चीज में सबसे ज्यादा फख्र हुआ, 15 मार्च यूनाइटेड नेशंस ने फैसला किया कि एंटी इस्लामोफोबिक डे बनाया जाएगा यूनाइटेड नेशंस में। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये वो लोग जो आदि हुए थे, वो तिफल क्या करेगा जो घुटनों के बल चले। इनके आदि हुए थे, उनको पसंद नहीं आया। ये पूरा साजिश हुई। डोनाल्ड लू ने धमकी दी, साजिश पहले से हुई थी, और इन्होंने तब वो गवर्नमेंट गिराई जो उस वक्त 17 साल के बाद सबसे बेहतर माशी तरक्की कर रही थी। 17 साल के बाद आखिरी 2 साल में 5.6% और 6% पाकिस्तान इकोनॉमिकली हमारी ग्रोथ रेट थी, हमारी दौलत में इजाफा था। उस गवर्नमेंट को गिराया जिसकी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेजी। उस गवर्नमेंट को इन्होंने गिराया। किसानों के लिए बेहतरीन जो हमने पैकेजेस दिए, रिकॉर्ड फसलें हुई, उस गवर्नमेंट को इन्होंने गिराया। और इन्होंने गिराया इसलिए कि इनको इमरान खान नहीं चाहिए था, इनको चेरी ब्लॉसम चाहिए था। ये जरा देखें, होके आया हूँ मैं, यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझे कि शायद मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ उठाया है, कुछ ऐसा आप हाथ उठाने का मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम, हम मिलकर दिन रात, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझे कि शायद मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। मेरे नौजवानों, मैं इसलिए आपके पास आया हूं, मैं भी मांगने नहीं आया।
आपको तैयार करवाने आया हूं कि अगर इस वक्त मेरी कौम खड़ी नहीं होगी, इस तरह के लोगों की गुलामी करेंगे जो कहता है कि जी हम तो बेकारी हैं, beggars are not choosers। तो मैं अब सुने जरा मेरी बात, मैं अगली बात कहना चाहता हूं। देखिए पाकिस्तान में